Karbono-keramik disklar nima uchun bunaqa qimmat? Bugun shu haqida gaplashamiz. Karbono-keramik disklar birinchi o'rinda sanoatda ishlab chiqarilishi qiyin. Unga ishlatiladigan materiallar ham albatta arzon material ishlatilmaydi, shuning uchun narxlari juda ham baland va uni juda ham yuqori qizish darajasiga olib chiqilishi, ya'ni 1000 gradusdan balandroq gradusda qizdirilishi bu juda ham yuqori darajada to'xtashni ta'minlab beradi. Ya'ni 1000 gradusgacha bo'lgan issiqlikni bemalol to'xtatib oladi. Bu bekordan bekor aviatsiyadan kirib kelgan tormozli disklar emas, ya'ni samolyotlarda ham xuddi shunaqa disklar turadi. Ya'ni imенно samolyotlar to'xtatish uchun ham xuddi shu disklardan foydalaniladi. Buni minus taraflari bu shahar holatiga bo'lmaydi, chunki shaharda yurganingizda, ya'ni mashina qizishga ulgurmaydi va ovoz chiqarish mumkin. Va juda ham tosh tegishi, boshqa narsalardan cho'chish kerak, chunki xrupki bo'lgani uchun to'kilib ketishi mumkin. Video ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Videoni tanishlarga jo'natib, like bosish esdan chiqmasin.